Hello! Today in this video class, we will talk about how to increase speaking skills for beginners. Assalomu alaykum. Biz bugungi video darsligimizda siz bilan ingliz tilini endi boshlayotgan, noldan o'rganayotganlar uchun qanday qilib ingliz tilida gapirishni rivojlantirishni o'rganamiz. Bugungi darsimiz ingliz tilini endi o'rganishni boshlaganlar uchun juda ham mos bo'ladi. Bugun siz bilan kun tartibimizda nimalar sodir bo'lishini qanday qilib ifodalashni o'rganamiz. Agar biz odatda har kunlik bajaradigan, tez-tez bajaradigan ishlarimizni gapirsak, biz present simple dan foydalanamiz. Present simple haqida juda ko'plab informatsiyalar bor. Hali bir zamonlar haqida ko'plab grammatik darslarimizni kanalga joylab boramiz. Bugun esa faqat speaking qismini siz bilan ko'rib chiqamiz. Qanday qilib present simple da o'zingizni kun tartibingiz haqida gapirishingiz mumkin. Ingliz tilida bilasizki, I bu men degani. Men degani. Agar siz qandaydir harakatni bajarishni aytsangiz, ingliz tilidan fe'ldan foydalanasiz. Ingliz tilida verb. Biz ingliz tilida men deb aytamiz va undan keyin turli xil fe'llarni ishlatib ketaveramiz. Shu orqali biz kun tartibimizni gapirishimiz mumkin. Undan keyin ikkinchi darajali bo'laklarni ham ishlatishimiz mumkin. Biz uni ingliz tilida object deymiz. Juda ham oson. Endi sizga kun tartibida kerak bo'ladigan fe'llar bilan tanishsak. Wake up. Bu uyg'onmoq degani. Uyg'onmoq. Keyingisi get up. Get up deb yoziladi, lekin biz ingliz tilida predloglarni, so'zlarni qo'shib o'rganamiz. Get up. Get up. O'rnidan turmoq. Get up. Then brush teeth. Brush teeth. Tishni yuvmoq yoki shotkalamoq. Tishlarni yuvmoq. Okay. Have breakfast. Have breakfast. Breakfast. Have breakfast bu nonushta qilmoq. Nonushta qilmoq. Go bu bormoq degani. Siz qayerga borsangiz, shuni aytib o'tishingiz mumkin. Go to work. Go to work. Ishga bormoq. Go to school. Maktabga bormoq. Work, ishlamoq. Ingliz tilida work fe'li ot so'z turkumida ishlatilishi mumkin yoki fe'l so'z turkumida ham ishlatilishi mumkin. Ot bo'lganda ish deb tarjima qilamiz, fe'l bo'lib kelganda ishlamoq deb tarjima qilib ketaveramiz. Work, ishlamoq. Come home. Uyga kelmoq. Endi kun davomida siz nimalar qilishingiz mumkin? Drink tea qilishingiz mumkin, choy ichmoq. Drink tea. Choy ichmoq. Mana bu so'zning tarjimasini yozib qo'yaylik. Come home, uyga kelmoq. Uyga kelmoq. Choy ichmoq. Uyda choy ichishingiz mumkin yoki choy o'rnida kofe ichishingiz mumkin. Drink coffee deb aytib ketaveramiz. Okay, you can make dinner. Kechki ovqatni tayyorlashimiz mumkin. Biz buni make so'zi bilan aytamiz. Make dinner. Make dinner. Kechki ovqatni tayyorlamoq.
Watch TV. Televizor ko'rmoq. Keyingi fe'limiz go to bed. Uxlashga, yotoqqa borish degan ma'noda keladi. Go to bed. Uxlashga borish. Uxlash. Mana shu fe'lli iboralar sizga kun tartibingizni aytish uchun yordamga keladi. Endi siz o'zingizni kun tartibingiz haqida gapirishingiz mumkin. Bularni ishlatib. Masalan, I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. Men soat 6da uyg'onaman. I get up at 6:30. Men 6:30da o'rnimdan turaman. 6da uyg'onaman va 6:30da o'rnimdan turaman. Endi siz keyingi gaplaringizni qo'shib and so'zi bilan bog'lab ketishingiz mumkin. O'rningizdan turasiz va tishlaringizni yuvasiz. And I brush my teeth. I have breakfast at 7 o'clock. Soat 7da nonushta qilaman. And then so'zi bu keyin degan ma'noda keladi. And then va keyin deb gapingizni davom etasiz. And then I go to work. Va keyin men ishga boraman. Men u yerda 5 soat davomida ishlayman yoki 6 soat davomida ishlayman demoqchisiz. I work for 6 hours every day. Every day har kuni degani. Men 6 soat davomida ishlayman har kuni. Demak, har kun qancha soat davomida ishlashni gapirdik. Endi uyga kelaman. Soat deylik 4da, 3da. Okay? I come home at 3. I come home at 3. Soat 3da uyga kelaman. I drink tea. I drink some tea. And then va keyin I make dinner. Men biroz choy ichaman va undan keyin esa kechki ovqatni tayyorlayman. I watch TV at 8 o'clock. Soat 8da, kechki 8da. Soat 8da televizor tomosha qilaman. And I go to bed at 10. Va soat 10da uyquga ketaman. Mana eng oddiy so'zlar orqali biz kun tartibimizni gapirishni o'rganib oldik. Endi siz mana shu so'zlar yordamida, mana shu o'rganganingiz asosida o'zingizni kun tartibingizni yozing va uni gapirib bering. Bugungi darsimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yurakchalar, olovchalar qoldirishingiz va kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin o'z fikringizni. See you next time. Goodbye.